Assalomu alaykum. Bugun 22-mart. Bir vaqtning o'zida bitta samolyotda hech qanday til sertifikatlarisiz magistratura bosqichiga viza olgan talabalarimizni 21 nafarini Koreya davlatiga kuzatgani keldik. Bundan avval 19-20-sana kunlari 12 nafar talabalarimiz Koreya davlatiga yetib borishdi. Talabalarimiz va ularni kuzatishga chiqqan yaqinlari bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatlarisiz viza olganingiz bilan tabriklayman. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar o'ta zo'r. Akalarga ham alohida rahmat. Tez va eng arzon kontraktlarga yordam berib, o'zlari alohida kurashib, biz bilan oxirigacha turishdi. Taassurotlar zo'r. Rahmat hammasiga, akalarga. Viza olish jarayonida qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchiliklar bo'lmadi. Qiyinchilikni o'zi kutmadim o'zi. Men o'ylagandan ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman shu narsalar. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentство nima desa bo'ladi? Mendan oldingi tanishlarim ham bu agentstvodan ketgan, qarindoshlarim ham hamma shu yerdan ketgan. An'anani davom ettirib bizdan keyingilarga maslahat beramiz, akalarga, opalarga. Mana shu 1201 agentstvoga ishoninglar. Andijonda nomeradi ham hozirda eng zo'ridan biri bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatlarsiz viza olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 28 da. 28 da. VIP tarifini afzalliklari nimada deb hisoblaysiz? Dokument ishlarida qiynalchilik yuzaga kelmadi. Bizda masalan hamma narsani, hamma dokumentlarni firmamiz o'zi hammasini tayyorlab berishdi. Biz olishcha ovoragarchilik bo'lmadi bizda. Viza olish jarayonida qanday qiyinchiliklarga ro'para bo'ldingiz? Viza olish jarayonida hali qiyinchilik sezmadik. Yaxshisi. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? 1201 ga rahmat, Sayt akaga, Ziyo akaga, hammalariga kattakon rahmat. Hamma ishlarni chiroyli qilib bitkazib, mana xudo xolasa bugun Koreyaga jo'natishyapti. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga maslahatingiz? Maslahatim 1201 da tavsiya qilaman. Kelinglar, billa dokumentlarni topshiringlar, xudo xolasa vizalaringiz 100% chiqadi. Biz ish yo'qni bilasizmi? Ha, bilaman. 1201 agency? Maqsad sari birgaliklar. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatsiz viza olibsiz, tabriklayman. Rahmat katta ekan. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Viza olishda taassurotlar juda zo'r bo'ldi. Sababi tezda, oson chiqdi. Qandaydir anaqa nima deydi? Hayajon bor. Viza olish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Qiyinchiliklar bo'lmadi. Asosiysi 201 konstantning o'zi hujjatlar berdik, o'zlari 100% qilib tayyorlab berdi. Bizdan hech qanaqa xizmat o'tgan. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentstoga gap yo'q. Kelinglar, topshiringlar. Vizalar 99% chiqyapti, xudo xolasa. Hammaga omad tilayman, hammaga oq yo'l tilayman. Omad yor bo'lsin. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga viza olibsiz, tabriklayman. Rahmat. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarifi bo'yicha vizani qo'lga kiritdim. Yoshingiz nechida? Yoshim 32 da. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? Hech kutmagandim viza olishini, lekin viza chiqib qoldi, xursandman. Tavsiya qilaman VIP tarifini. Oldindan hech qanaqa to'lovlarsiz, xarajatlarsiz, oxirida viza chiqqandan keyin to'lov qilinadi. Shu tanishlarimga tavsiya qilaman VIP tarifini. Yaxshi bo'ldi, zo'r. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Sizlarda agentstvolar zo'r ekan, menga yoqdi. Mana birinchi harakatda viza chiqdi. Juda xursand bo'ldim. Rahmat sizlar biz bilan ishlaganinglar uchun. Omurjon akaga ham alohida rahmat, Sayt aka, Elbegalarga, Ziyo akaga ham rahmat. Xursand bo'ldik, zo'r hammasi. Biz tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, sizlar tomonidan, firma tomonidan kamchilik bo'lmadi. Xursandmiz. Hech qanaqa hatto kamchiliklarsiz ishimiz bitdi. Viza olishda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Yo'q, viza olishda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. VIP tarifdagi uchun hech qanaqa til sertifikat ham kerak bo'lmadi. Boshqa yugurish ishlari ham bo'lmadi. Sizlarning firmalar bizga zo'r nimalarimizni qilib berdi. Dokumentlarimizni tayyorlab, mana bugun xudo xohlasa 22-mart kuni mana uchib ketyapmiz Koreyaga, Seulga. Biz ish yo'qni bilasizmi? 1201 agency. Maqsad sari olg'a. Rahmat katta.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatsiz viza olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Viza olish jarayonida qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q. Hammasini o'zinglar VIP tarifda bo'lganim uchun o'zinglar shug'ullandinglar. VIP tarifini afzalliklari nimada deb hisoblaysiz? VIP tarifini afzalliklari til sertifikati kerak emas. Hech qanaqangi masalan yugur, hech qanaqangi oshiqcha xarajatlarsiz hammasini sizlar o'zinglar shug'ullandinglar, sizlar hal qildinglar. Shu oxirida viza chiqqanda bizni qo'limizdan shu xursand bo'lish keldi xolos. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Yo'q, yaxshi agentство, hammaga maslahat beraman. Kelib shu agentstvodan topshirishinglarni, o'qishga yo'llanma olishinglarni. O'zingizni tengdoshlaringizga qanday maslahat berasiz? Harakat qilish kerak, ketish kerak. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 22 da. 22 da. 22 da. Koreyaga borib turib nimalar qilmoqchisiz? Birinchi maqsadingiz nima? Koreyaga borib birinchi maqsad shu asosan o'qish bo'ladi. Aha. Keyin yurt ko'rish. Shunga o'xshash endi. Maqsadlar bor aka hammasi. Sekin-sekin. Bizni shiorni bilasizmi? Bilaman. 12 agency. 12 agency maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga hech qanday til sertifikatsiz viza olibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar juda kuchli bo'ldi. Ochig'i kutmagandik. Uydagilar ham juda xursand bo'ldi viza chiqqandan keyin. Mana inshaalloh ketyapmiz. Til sertifikatsiz topshirishda ikkilanishlar bo'lmadimi? Yo'q, ikkilanishlar bo'lmadi. Yaxshi bo'ldi hammasi. Viza olish jarayonida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Qiyinchiliklar bo'lmadi, hammasi bosqich ketdi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Qiyinchilik bo'lmadi. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? 1201 agentство juda zo'r, hammasi ishonchli, oson bo'ldi. Hamma xodimlariga kattakon rahmat. Koreyaga borib birinchi maqsadingiz qanday? Koreyaga borganingizdan keyin. Koreyaga borgandan keyin til o'rganish, tilni kuchliroq o'rganish, topik darajani yuqoriroq olib chiqish, 3-4 darajaga olib chiqish. Uni keyin O'zbekistonda qo'llash. Bizni shiorni bilasizmi? Ha, bilaman. 12 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga viza olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'ladi. VIP tarifini afzalliklari nimada deb hisoblaysiz? VIP tarifi yaxshi ekan, boshqa ishlarga to'lov qilmaysiz ekan. Viza chiqqandan keyin to'lov qilasiz ekan. Ungacha bir so'm to'lov qilmaysiz ekan. Vizaga topshirish jarayonida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Meniki oxiri chiqdi o'zi vizada. Men o'yladimki, o'sha meniki chiqmasa kerak, viza o'sha admin bo'lsa kerak deb tursam, shu oxirida keyin xabar keldi. Sizlarga chiqdi. Bo'lsa, shu yoqda endi xursandchilik bilan ketyapmiz, xudo xolasa. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday bo'ldi? Oxirgi bo'lib chiqibdi. Sizdagi taassurot qanday bo'ldi? Yo'q, zo'r yaxshi. Boshqacha. Hozir ashunga hayron bo'laman, hozir ketyapman o'zi mana kerakga. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentство zo'r, xudo xolasa. Tavsiya beraman hammaga. Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Yoshim 26 da, o'zi magistraturaga harakat qilib o'zim to'g'ri. Til sertifikatsiz topshirganda magistraturaga ikkilanishlar bo'lmadimi? Til sertifikatlar yo'q. Bizda misol uchun oldin men sizlarni o'zi eskidan kuzatib borardim. Как shunga ishonganim uchun o'zim risk olib ko'rdim shunga. Koreyaga borganingizdagi birinchi maqsadingiz qanday? Endi asosan o'qish, keyin sekin-sekin shu Koreyada aylanish, atmosfera chiqolin, buncha aylangani hamma anaqaga kelsa kerak, keyin ham ishlab ham. Bizni shiorni bilasizmi? 12 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magistratura bosqichiga hech qanday sertifikatsiz viza olganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar juda ham yaxshi. Xursandman. Bitta topshirganimda chiqdi. Bundan juda ham xursandman. Xudo xolasa endi u yerda yaxshi o'qib, bilimizni oshirib qaytib kelamiz, xudo xolasa. 1201 dan xursandmiz. Biz agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentство yaxshi. Bitta hujjat topshirganimda hech qanaqa muammolarsiz vizam chiqdi. Unaqa ko'p muddat ham ketmadi. 3-4 oyda ham chiqdi viza. Viza olish jarayonida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Unaqa qiyinchilik bo'lmadi. Hammasi aniq tushuntirildi. Shu tushuntirilgan bo'yicha ish olib bordik, hujjatlarni bo'yicha to'g'riladik. Unaqa katta muammo bo'lmadi. Bizni shiorni bilasizmi? 12 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Magistratura bosqichiga vizani qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Yoshingiz nechida agentство? Yoshim 34 da. 34.
hech qanday til sertifikatsiz vizani qo'lga kiritdingiz. Viza Maşallah. olganingizdagi taassurotlar qanaqa bo'ldi? Juda katta hayajon bilan bo'lib, kutmagani gapni ochig'i. Biz Tengqur ko'p konsertindagilar atkazib olgan, lekin bizga chiqdi. Xursandmiz bundan. Niyat bor edi ketish Koreyaga. Mana nasib bo'ldi, Xudoga shukur. 1201 ga hujjat topshirib, tengqurlarimizga taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa, ular ham borib o'qib kelsin. Koreyaga borib birinchi nima qilmoqchisiz? Birinchi maqsad. Borib Xudo xolasa shu yerda o'qish maqsadimiz. Eng birinchi o'rinda o'qish. Viza olish jarayonida qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi. Konsertga ancha o'zi yordam berdi. Hatto hujjatlarni olib kelib berdi. Yaxshi hammasi. Til sertifikatsiz topshiribsiz. Ikkilanishlar bo'lmadimi? Viza chiqadimi, chiqmaydimi degan narsa. Unaqa narsa albatta bo'ldi, chunki hech qanaqa til sertifikatsiz topshirsak, qanaqa qilib bu yerda o'qiymiz boshqa deb. Yo'q, chiqdi Xudoga shukur. Bu yerda o'zi o'qitadi ekan. Kars tili uchun alohida darslar bor ekan. Bu hali hammasi emas. 23-mart kuni yana bir qancha talabalarimiz Koreya davlatiga uchib ketish arafasida. Shu bilan bahorgi mavsumni tamomlaymiz. Keyingi semestrda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom eting. O'zim Shohrux. Muqimjonov Islombek. Tabriklayman. Hayit Asadbek. Ko'ziboyev Ilhomjon. Ziyoidinov Abdulaziz. Fozila Faruq. Uzoqov Shohruh aka. Mirkomilov Oyatullo. Yo'ldoshov Diyorbek. Usmonov Shuhratjon. Salohida tabriklayman. Xo'p, Abduqahhor Hasanboy. Sobirov Erkinjon. Sobirov Mirzohjon. Hamdada tabriklayman. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim zamonlarimiz tinchligiga shukronalar aytamiz. Zamonlarimiz tinch olsin, sizlarning ahvolinglarga o'ynab kulib, sog' salomat borib, sizlar bilan hammalar bilan kelganinglarda tag'in yuz ko'rishaylik. Omadinglarni bersin, tanijoninglar sog' bo'lsin, hammalar ota-onalarning bag'riga sog' salomat o'ynab kelinglar. Yurtimiz tinch olsin. Podshohlarimizga ham Allohim o'zi ibodatli bo'lib, islomiy bo'lib yurishaversin. Allohim podshohlarimiz ham insof topilaversin. Hamisha zamonimiz shunday bo'lsin. To'qchilik bo'lsin. Mana Xudoga shukr, zamonlar tinchlik uchun ashetlarga ketishyapti. Sog' salomat yurib, o'ynab kulib, zamonlarimiz tinch bo'lib, yana yuz ko'rishaylik. Hammamiz birgalikda Allohim hammalarni omadinglarni bersin. Rahmatga. 1201 agency. Maqsadlari birgalikda.